Mavzu paranormal holatlar haqida bo'ladi. Ruhlar, ko'rinmaydigan kuchlar va g'ayritabiiy voqealar insoniyat tarixida uzoq yillardan buyon qiziqish va qo'rquv manbai hisoblanib keladi. Filmlarda dramatik effekt uchun qo'llaniladigan bunday hodisalar real hayotda psixologik xatoliklar, optik illyuziyalar va atrof muhitning tabiiy jarayonlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarayonlardir. Inson miyasi oddiy vaziyatda atrofdagi ma'lumotlarni to'g'ri qayta ishlashga tutilsa-da, qo'rquv holatida yuqori darajadagi stress va aralash his-tuyg'ular sezgi tizimini o'zgartirishi mumkin. Natijada miya noaniq va ikki ma'noli signal va ma'lumotlarni to'ldirishga harakat qiladi. Bu esa ko'plab illyuziyalarni yoki noto'g'ri tushunishlarni yuzaga keltiradi. Tadqiqotlar shuni ham ko'rsatadiki, yuqori stress paytida prefrontal korteksning nazorati zaiflashadi. Bu esa insonning atrofdagi voqealarni noto'g'ri baholashiga olib keladi. Xulosa shundaki, paranormal hodisalar kinolar va afsonalarda katta o'rin egallasa-da, ilmiyotda bu shunchaki insonning psixologik xatoliklari yoki atrof muhitning tabiiy jarayonlari deb izohlanadi.